Mavsum yakunida Barselona va Real Madrid olovli klassiko namoyish etishdi. To'g'ri, hali o'yinlar bor, lekin aynan mana shu uchrashuv hal qiluvchi ahamiyatga ega edi va unda Barselona hisob bo'yicha ham, vaziyatlar bo'yicha ham, imkoniyatlar bo'yicha ham ustunlikka erishdi. Realning obyektiv va adekvat muxlislari menimcha buni tan oladi. Butun o'yinni inobatga oladigan bo'lsak va hattoki butun mavsumni inobatga oladigan bo'lsak, Barselona haqiqatan ham munosib o'yin ko'rsatdi. Va tabriklaymiz Barselona muxlislarini. Realni katta o'zgarishlar kutib turibdi va bu o'yinda ham sezildi. Baribir murabbiy ketish kayfiyatida ekanligi sezildi. O'sha DNK ozgina yo'qolib qolgandek. Bu narsani endi Xabi Alonso tiklashga harakat qiladi. O'zgarishlar kerak edi o'zi va mana o'zgarishlar amalga oshadigan bo'ldi, deyarli aniq. U yog'iga endi so'nggi tur o'yinlarini ham albatta kuzatamiz. Darvoqe, Rafinha uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Boya statistikada ham ko'rdingiz, Barselonaning juda ko'p hujumlari aynan Rafinhaning chap qanotidan boshlanyapti va tugayapti ham. U yana dubl ham qayd etdi. Rafinha munosib. Endi oltin to'pni kim oladi? Bu so'roq ostida. Asosiy da'vogar Rafinha, Pedri hamda Yamalning imkoniyatlari bir-biriga juda yaqin. Va bugun Mbappe ko'rsatdiki, uni ham hech e'tibordan chetda qoldirib bo'lmaydi, chunki hali Realda klublar o'rtasidagi jahon chempionati bor. Bugungi uchrashuv yana bir karra Realga yangi murabbiy kelishi kerakligini, Ancelotti davri rostdan o'tib bo'lganligini ko'rsatyapti. Chunki taklif qilish yo'q. Faqat o'sha mahoratning hisobiga o'tib ketishga tayanilgan futbol. Barselonada mahorat ham bor, futbol ham bor. Mana zarba yo'llanadi noaniq. Bemalol borishyapti, xotirjam borishyapti. Hisob qoniqarli bo'lganligi uchun unaqa golga tashnalik ham yo'q. Shuning uchun o'zi yetib kelgan joyiga kelgan ekanmiz. Endi Real muxlislari faqat va faqat Xabi Alonsoning revolyutsiyasini kutishadi, xolos. Yana bir imkoniyat, zarba olib qo'yishdi. Fran offside bormi? Yo'q ekan. Offside yo'q ekan, xo'sh ko'ramiz. Burchak zarbasi. Offside yo'q ekan, Real qochib ketdi. Mbappe ura olmadi. Ana boyagi bola yana ura olmadi, yetib bora olmadi. Oxirgi daqiqalar yonyapti. Gol bekor qilinganini keyin bildim, mana bu atmosferada va hattoki Barselona baribir 5-golni urishga yaqin keldi do'stlar. 4-3 hisob har holda qisqaryapti. Barselona o'zining gollarini urdi. Baribir urdi. Shuncha vaziyatdan foydalana olmay va ko'p ehtimol chempionlikni qo'lga kiritib bo'ldi. El Clasico'larning mana bu qatorasiga yutgan El Clasico'larning qadri bilmadim, Pepnikida qanaqa bo'lgan. Pep qatorasiga 5 marta yutgan, lekin 5tasida sovrinlar, hammasi sovrinlar taqdim etmaganda, bunisi sovrinlar bilan kelyapti. 2ta kubok, 2ta finaldagi va mana bu ham deyarli final maqomidagi uchrashuv. Barselona muxlisini tabriklaymiz. Lekin bitta narsaga e'tibor qaratmamiz, Mbappe hat-trick muallifi bo'ldi. Mbappe kelgandan keyin Real sovrinlarsiz qolyapti. Ammo El Clasico'larda, birinchi El Clasico'dan tashqari qolgan El Clasico'larda u jamoani qutqarish uchun borini beryapti. Hamma uchrashuvda gol uryapti. Va hozir to'purarlar bahsida yakka peshqadamga aylanib oldi. Mana shu bitta plyus bor Mbappening Realga kelgani.